Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yili 17-dekabrda Farg'ona viloyatining Katta Tagov qishlog'ida tug'ilgan. 1949-yili Qo'qon pedagogika bilim yurtini, 1955-yili Toshkent davlat universitetini bitirgan. 1958-yili Toshkentda Toshkent oqshomi, so'ng hozirgi O'zbekiston ovozi gazetalarida faoliyat yuritdi. Xudoyberdi To'xtaboyev butun ijodiy salohiyatini bolalar, o'smirlar dunyosini sharh etishga, ularning ma'naviy olamini boyitishga xizmat qiladigan asarlar yaratishga baxsh etdi. Sariq devni minib, Sariq devning o'limi, 5 bolali yigitcha, Qasoskorning oltin boshi, Quyonlar saltanati uning qizg'in ijodiy faoliyatining samarasi bo'ldi. Adib 1972-yili O'zbekiston yoshlar tashkilotining mukofoti, 1982-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni, 1989-yili O'zbekiston davlat mukofoti bilan taqdirlangan.